Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bu nima deydigan bo'lsanglar, bu pena blogimizning penasi bo'ladi. 10 kilalik. 10 kilo pena bilan mana 1000 ta chiqaradi. 1000 ta ishdan 2,5 mingdan qolganda ham 2,5 ming so'm qoladi. Akalar, mana sizlarga pena blog apparatini tanishtiradigan bo'lsak, bir komplekt pena blogimizda pena chiqarib beradigan 100 litrlik bir zapravka qilganingizda 100 ta pena blogga chiqarib beradi. 3 ta qolipimiz 60, 30, 20 razmerda pena chiqaradiganimiz, kompressor, mikser, pulsator, shlanka, pulsatorlar hammasigacha bor. Shu komplektimiz 800 dollar hisoblanadi. Olib borib o'rnatib qo'yishlarga o'rgatib beramiz. Va yevro komplektimizga keladigan bo'lsak, mana yevro komplektimiz mana bunda ham shunaqa 3 ta yevro komplektimiz mana. Bunda ham pena generator, 3 ta qolip, rastor bochka, kompressor, mikser, pulsator, latok tumba, bir paqir penasigacha bo'ladi. Xo'p, buni endi qolipimiz uslenniy qilingan, mana har bitta palatasiga profil to'qib, germetikalab, oq taglarga rezinka moshqali qilib qo'yilgan, o'ta udobniy, qo'ygani ham, g'ishini olgani ham. Bu komplektimiz 900 dollar, olib borib o'rnatib, qo'yishlarga o'rgatib beradi. 900 dollarga. Nima olasiz, qaydan olasiz, qana chiqarasiz, hammasi o'rgatib qo'yiladi akalar. Bundan tashqari istagan razmerda qoliplar aytishingiz mumkin. Sakasiga mana legoli, turbali o'rtasini o'tadigan перегородка, yarim перегородка, nima degan hamma turda qoliplarimiz bor, mavjud. Aloqaga chiqarasiz. Lekin bunday nomerlarga bu mana mega biznesimiz, mana gazablok biznesi. Mana buni narxi 1500 dollar mana. Bu bir komplektdan hisoblanadi mana. Mishalkamiz. Bir qo'yganda 12 ta qo'yadi. U degani 12 ta qolip, bitta qolipimizga 12 ta qish chiqadi, bitta qolip to'ladi. Bitta qo'yganda 12 ta qo'yadi. Mishalkamiz, qolipimiz 2 ta, shablonimiz, arramiz, suv bochkamiz bo'ladi. Bu suv bochkamiz 10 ta qolip yetkazib beradi. 120 ta qish degani. Tepasi montajlari bilan olib borasiz, to'kka suqasiz, ishlaydi. Shunday patkulush holati mana 1500 dollar. Olib borib o'rnatib qo'yishlarga o'rgatib beramiz. Vodiyga dastlabki besplat. Chunki vodiy nimaga vodiyga besplat deysizlar? Eng uzoq joy 100 km bizga vodiyda. Buni voha tomonlarga bo'lsa dastlabki qo'shilib qoladi ozgina. Mana shu komplektimiz mana 1500 dollar. Mana varaqda ham 1500 dollarlik zo'r biznesimiz bor mana. Bu degani mana avtomat reska, qo'lda kesib o'tirmaysiz hech qaysisini mana. Tayyor holatda chiqadi mana. Ichini olib qo'yingda bir. Tayyor kesilgan tur burchak holatda chiqadi. Mana shunaqa holatda chiqadi qishimiz mana. Avtomat reskadan ham chiroyli chiqadi kerak bo'lsa. Mana bu komplektimiz mana bir komplektda bir qo'yganda 6 ta qo'yadigan mishalkamiz. 6 talik qolipimizdan 4 dona, oldin 3 ta edi, 4 ta qilib qo'ydik mana. Suv bochamiz, montajlari bilan bu ham. Bu mana 6 ta g'ishga chiqadigan qilib mana tepasida shablonlar qilib qo'yganmiz. Ten, nasos, hamma yoq ustunovkasi bilan bu ham. Akalar, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar xotirjam. Qolipdan muammo yo'q. Mana gazabloy deysizlarmi? Mana pena bloy bor, tarib tashlaganmiz. Kerak bo'lsa bir kun o'rnatib beramiz, mana shu vodiy bo'yicha. Mana ba'zi zagatolikalarimiz bor, mana suv bochkalar, qoliplar mana. Yetarlicha bor akalar. Telefon qilasizlarki, ishinglar bitib beramiz bir kunda kerak bo'lsa. U xohlasanglar aka, naqd pul, yo'l o'tkazish yo'li, hokim yordamchisi orqali hali imtiyozli kreditga qilib beramiz akalar. Tanlov o'zingizlarda aka. Kim qanaqadir turda sotmoqchi bo'lsa, hamma sharoit bor. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqasizlar, like, podpiska bosishni unutmanglar akalar.